tayyor remonti bilan под ключ 96,5 kvadratdan iborat kvadrat metri $1166 dan belgilangan xonadonimizni sizlarning e'tiboringizga havola etaman. Xonadonimizga kirib kelishingizda qadrli do'stlar, kattagina holga ko'zingiz tushadi. Absolyutniy перепланировка qilingan o'rtoqlar. Bu yerda bo'lsa перегородка bo'lgan, hozirgi kunda kladovka. Bu yerda 2/6 balkon улучшенная планировка bo'lgan. Hozirgi kunda oshxona qilib foydalanib kelishyapti. Добротный holimiz o'rtoqlar. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli, shinam qilingan, ayvonlariga ega o'rtoqlar. Bu yerdan yurib kelishimizda navbatdagi xonamiz gостиный, ya'ni zalimiz. Zalimiz ham juda ham katta, грамотный. Bu yerda bo'lsa разделный sanuzellarimiz, уборный xonamiz. Bu yerda bo'lsa vanna formatdagi sanuzel. Bu yerda birinchi yotoqxonamiz, родительский yotoqxona desa ham bo'ladi. Yana o'ng qo'limizda ikkinchi yotoqxona, ya'ni bolajonli yotoqxonasi. Bu yerda uchinchi yotoqxonamiz mavjud o'rtoqlar. Faqat stroyniy mebellar qoladi, kuxonniy garnituralar bilan jihozlangan xonadon. Ma'lumot o'rnida ikkita bog'cha, bitta maktab va masjidimizning yonginasida, Sebzor dahasida, yo'lning yuzida joylashgan 5 qavatli domimizning 3-qavatida joylashgan ushbu xonadonimizning umumiy narxi $112,000 belgilandi. Ya'ni sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor. Sog' bo'linglar.